İslam aqidasiga oid 200 savol javoblar. Abturi Şeyh Hafiz İbn Ahmed el-Hakemi. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlağa Şeyh Hafiz İbn Ahmed el-Hakemi'nin İslam aqidasidagi savol javoblar kitobidan bende ve bendichilik bobidan ikkinchi savol. Allah subhanahu ve Teala'nın bendilarni yaratishdagi maqsadi nima temisidagi savol javobni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da billahi mineşşeytanirracim. İkinci savol, Allah subhanahu ve Teala'nın bendilarni yaratishdagi maqsadi nima? Cevap, bu haqda Allah subhanahu ve Teala mundaq deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Tercümesi, osmonlarni, zaminni ve ularning orasidagi narsalarni o'ynab, ya'ni bekorga yaratganimiz yo'q. Ularni biz faqat haq yaratdik, va lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Sura Duhan 38-39 oyatlar. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Tercümesi, osmonni, zaminni ve ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik. U, ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlarning gumonidir. Kofirlarga jahannamdan voy. Sura Sod 27 oyat. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Tercümesi, Allah osmonlarni ve zaminni haqliq bilan yaratdi. Her insanның qilmishiga yarasha jazo yoki mukofot beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Sura Jasiya 22 oyat. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tercümesi, jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Sura Zariyat 56 oyat. Elhamdülillah, yuqorida Şeyh Hafiz İbn Ahmed el-Hakemi'nin İslam aqidasiga oid savol javoblar kitobidan Allah subhanahu ve Teala'nın bendilarni yaratishdagi maqsadi nima degan savol va javobini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.